Assalomu alaykum hammaga. Qadrli podpischiklarim. Mana ertalabdan ishni boshlash uchun ketyapmiz. Mana bu esa turk qishlog'i, turk mahallasidir. Haqiqiy turk mahallasi Adirdagi. Ko'rgan bo'lsanglar, mana devorlar buzilib yotibdi. Toshli devorlar. Yo'ldan ketarkansan, buyda yog'ochlar bor, temirlar bor, har narsa bor, lekin hech kim narsasiga tegmaydi. Eng qiziq va eng ajoyib taraf ham shu. Dalalarda nimalar qolib ketadi? Katta mashinalar ham qolib ketadi, kerak bo'lsa kaliti bilan. Lekin hech kim bu narsalarga tegmaydi. Mana bu biz o'tib ketayotgan qishloq esa nomi Oqtoshdir. O'zi beyaz Oqtosh, beyaz tosh bo'lish kerak, lekin nimaga Oqtosh bilmadim. Mana bu esa molxona. Hayvon boqiladigan joy. Sekin-astalik bilan dala tomon harakatlanib bormoqdamiz. Bu yerda mahalla komiteti ham bor. O'zi 50 ta odam yashaydimi, yashamaydimi? Lekin mahalla komitetisi bor. Ana aytib o'tganda temirlar, yog'ochlar hammasi yotibdi yo'lda bo'yida chekkasida. Ertalab har kuni shunday ish jarayoni. Ertalabda Adirga qarab, suv qo'yadigan yerimizga qarab borib yo'lga chiqamiz. Undan keyin ishni qilib qaytib kelamiz. Mana bu joylar faqat Adir. Suv yo'q. Suv bo'lsa bu yerda ko'k narsa chiqadi, bo'lmasa chiqmaydi. Bu yerda suv faqat bir yerdan keladi. Yeri tagidan, boshqa yerdan kelmaydi. Kelsa-da bu tepaga chiqmaydi, chunki o'ta baland tepaliklari ko'p. Mana bu borayotgan joyimiz ham, archazorlar ham nima desanglar, men birinchi qiziqib ko'rdim nima ekan deb. Sherigim bilan kiramiz dedim, lekin vaqt bo'lmadi. Endi vaqt topamiz xudo xolasa. Bu turklarning qabristonidir, ya'ni Oqtosh, boshqa mahallalarning qabristoni. Archa bilan belgi qilib qo'ygan ekan. Bu menimcha belgisi yaxshiroq, yaqinroq topib kelishi uchun shekilli. Mana yana bir qiziq tomoni, bu yerda devorlar biror bir hayvon kirib ketmasin deb qo'yilar ekan. Misol uchun qo'y, mol, echki. Bizda esa odamlar kirmasligi uchun devor qilinadi. Mana qabriston devorlari. Undan keyin yana Adir boshlanadi. Mana Adir tuproqlari haqiqiy tuproq emas. Qum aralash, tosh aralash tuproqdir. Ketarganmiz, daraxtlar juda kam. Daraxt bo'lsa ham teraklar bor, tollar bor. O'sha chap tomondagi daraxtlar toldir. Suv qaydan keladi bilmayman, lekin ko'klab turaveradi. Ikki yoni bo'lsa bug'doy. Yana bir zo'r tarafi mana bu yo'llar bor-ku, yo'llar tep-tekis. Dalani o'rtasida bo'lsa ham, lekin birorta chuqur yo'q, chuqur ko'rmadim. Mana mashina indamay harakatlanib boryapti. Bu chuqur bo'lsa ham yamab qo'yishar ekan tezda. Nimaga yamaysan ey? Inson dalani o'rtasi bo'lsa, bu yerga hokim kelmasa, birorta davlat muhim mansabdor kelmasa, nimaga yamaydi bu yerda? Bu yerda faqat dehqonlar, katta yer egalari bor xolos bu yerda. Toshli, chaqirli yer bo'lsa. Sekin-astalik bilan yurarkanmiz, mana toshlar ham bor. Mahalla nomi Oqtosh bo'lgani kabi asl nomiga sabab bo'lish uchun va nomiga o'zini nomini oqlash uchun oppoq toshlarni ham ko'rsatishga majbur bo'ldim. Ana katta oq toshlar. Shunday qilib yo'lda davom etib o'z manzilimizga, o'z dalamizga boramiz. Mana sekin astalik bilan chap tarafga burilamiz va bizni katta bug'doy ekilgan maydonimiz kutib oladi. Undan keyin mana ko'rib turganingizdek ikki yonida, bu chap tomonida ikkita turba tashalgan.
Bu turbalardan suv keladi. Bug'doyni sug'orish uchun qo'llaniladi. Sekin astalik bilan mana yetib keldik. Bu tomonda esa turbalar tashalgan. Buni ham qilamiz xudo xolasa. Mana turbani ulash jarayoni ikkita ushayguchi bo'ladi. Tortib turib kirgizib qo'ysangiz bo'ldi. Suv hech qachon bu turbalardan chiqib ketmas. Chiqib ketmaydi ham xudo xolasa. Assalomu alaykum. Bepoyon rus dalasi derdi-yu. Bu narsa xato ekan. Bepoyon turk dalasi ekan. Bu dalani qaranglar akalar. Shunchalik ham bepoyon bo'ladimi dala? O'zbekistonda 10 sotik 1 gektar yerga odam zo'r bo'ladi. Beyda bo'lsa yerdan hech qanaqa kamchilik yo'q. Hozir mana bug'doy. Oyog'im tagidagi narsalar hammasi bug'doy. Bitta narsasi bor ekan, bu yerga suv chiqarib olsangiz bo'ldi. Marra sizniki. Bu yerda suv bilan ko'karar ekan. Chunki bu adirlik joy, suvni topish qiyin. Yer tagidan chiqarib olar ekanda suvni. Undan keyin bemalol sug'oraverar ekan. Lekin bitta no tarafi bor ekan, bizdaqa hosildor emas ekan akalar. Mana bu qaranglar. Tabiatni ham ko'rsatib olay bahonada. Shunaqa gaplar akalar. Toza, zo'r, havosi yaxshi. Odamni bari dili ochiladigan havolar. Katta turbalarda ulangandan keyingi holati. Bu katta turbadir. Suv keladi, ikki tomonga ketadi. Mana hammasi ulangan. Mana yonboshiga qarab yo'l oladi, ketadi. Mana ikkita turbani, ikki tomon ketadigan turbani ulanish yo'llari ko'rsatilgan. O'shaqacha. Mana bu kichkina turba ketadi oxirigacha. Undan suv o'tadi keyin. Mana bu katta turba. Bahonada mana hamma dalani ham ko'rsatib oldim. Mana qo'limdagi bo'lsa, bu suv oxiriga qo'yiladigan qopqoqlari. Buni qo'yib qo'ysa chiqmaydi. Bu yoqda esa kaminai kamtarin. Dalada xizmat qilayotirmiz. Ushbu formada kiyimda. Undan keyin mana kichkina turbalarda ulash jarayoni. Bunday tiqib qo'yasiz, ikki tomondagi ushab turgan narsasi qoladi va o'sha ushab turadi. Bu esa fiska deyiladi. Bundan suv chiqib o'tadi. Bu 10 metr ortadi. Radiusi 10 metr. U yoqqa 5 metr, bu yoqqa 5 metr. Buni ulab turib, undan keyin bitta suvni yoqsak 5 metr, 5 metr, radiusi 10 metr bo'lgan joy sug'oriladi. Ish shundan iboratdir. Mana bizning ijod mahsulimiz. Barcha tog'lar, mana bahonada tog'larni ham ko'rsatib oldim. Bu yoqda turbalar, adirlar, tog'lar. Turkiyani bepoyon dalalari, adirlari. Mana adirlarga ham chiqamiz xudo xolasa. Vaqt bo'lgani yo'q, endi chiqamiz. Mana kattagina bug'doy maydoni. Turbalarni ham tashab oldik. Mana. Endi xudo xolasa suvni qo'yib qo'ysak bo'ldi. Undan keyin ishni qilib bo'lgandan keyin quyosh botishini ham bir olay dedim ishni yakunlash jarayonida. Mana yam-yashil bug'doy maydoni va quyosh botishiga qadar biz ishni qilib dam olishga ketishga yo'l oldik. Charchamanglar, sog' bo'linglar, yana qiziq videolar davom etadi.